Assalomu papsiya. Qalasa tuzimsiz bitta like bosi, bitta video bosava oni bitta like bosi, qo'ng'iroqingizni va obuna bo'ling va kamina yozi. Mana men ustozim hozir so'z beraman. Ajatmas, qani bitta video o'sasa. Qani ketdi, yu. Azizlar bilasizlar. Mana eng og'riqli nuqtalarimni sizlardan yaxshiroq hech kim bilmaydi. Bugun hayotimda juda ham muhim kunlar bo'lib o'tyapti. Men xohlardimki, qani edi bugun sizlarning oranglarda onam bo'lishliklarini, sizlarning qatoringlarda shu konsertni tomosha qilib o'tirishlarini. Lekin bu qismat. Allohga aytkim keladi. Allohim bir kunga ber onamni. Alloh onam juda ko'p azob chekdilar. Juda. Faqat azob chekdilar meni katta qilish uchun. Ko'p gap so'zlarga qoldilar. Men farzand sifatida bugun onamni sha'nini himoya qilishga harakat qilyapman. Faqatgina qadr qimmatini qalbimning mungli olasi, ko'zlarim sog'in. Yuragimning dard tolasi, qalbimning mungli olasi, ko'zlarim sog'in cholasi. Ona yuragimning dard tolasi, qalbimning mungli nolasi, ko'zlarim sog'inch jolasi. Ona hasratlarim ichga yutgan, dardim aytolmay berkitgan, meni kelishim zor kutgan. Ona hasratlarim ichga yutgan, dardim aytolmay berkitgan, meni kelishim zor kutgan. Ona
chiroyligim onam. G'animatim chiroyligim onam. Yayrab quvnab yurmaganim, davru davron surmaganim, yayrab quvnab yurmaganim, davru davron surmaganim, so'ngidam ulgurmaganim onam. So'ngidamda ulgurmagan onam. Dard ustam birlar qarib, ko'zlarim meni axtarib. Dard ustam birlar qarib, ko'zlarim meni axtarib. Vidolashmay ketgan g'arib onam. Vidolashmay ketgan g'arib onam. Omonatgina mehmonim, yolg'izim tanho insonim. So'nggi so'zlari armonim onam. Boshda tuhmat toshlari, baloyu kulfat toshlari, toshdan qattiq bardoshlari onam. Boshda tuhmat toshlari, baloyu kulfat toshlari, toshdan qattiq bardoshlari onam. Umri sokin g'amginginam, endi manguga jimginam, yuvoshginam, mo'minginam onam. Yuzlari yorug' oyligim, mening yo'qotgan boyligim. G'animatim chiroyligim onam. 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 Mana bu ya mening ustozim o'g'lim, mana mening ustozim. Yani bu ya ona haqiga aytdi, ha yerda yotdi, ham ona haqiga aytdi. Yani bitta like bosing va papsa bosing va omon bo'ling, sog' bo'ling. Du